to'salgan bo'lsa, tuvaltishga, to'salmoqchi bo'lgan bo'lsa, oldin ilishga foydasi bor. Nice. Endi laboratniki beliq miyini tushuntirib o'tib ketay, bir-birlab kelaylik do'stlar. Beliq miyiniki asos rollari bo'lsa, bu beliq miyi qanaqdir men o'zim yangidan tadqiq qilib, ijod qilib ishlab chiqargan bir xil turdagi masala emas do'stlar. Bu aslida ham xalqarada e'tirof ilinib bo'lgan, tadqiqotlarda o'tab bo'lgan, yaxshi sifatli bo'lgan beliq miyini yapagan vaqtida tarkibidagi EPA hamda DHA yaxshi emishlar beli yoki nisbatan tuzilgan. Bundan boshqa safligi yuqori bo'lgan, sömürilish yaxshi bo'lgan, tissue funksiyasi yaxshi bo'lgan misol beliq miyini yapagan vaqtda birinchi qondagi may, qon qo'yaqlikni tuvaltish yoki shuni tushirishga foydasi bor. Ondan qolsa qonning yepishqoq eshib ketgan qon tomirlar to'slash ahvollariga yoki to'salgan bo'lsa, tuvaltishga, to'salmoqchi bo'lgan bo'lsa, oldin ilishga foydasi bor. Bundan boshqa yalluq, badanni asosan yalluq qoplab ketadi do'stlar. Jiqyalarni yalluq sababli og'riydi, yalluq sababli kasallik kelib chiqadi. Masalan, oddiy misolga olsak, yalluq sababli bo'lgan balmi putqol og'riqlari bo'lib qolsa, sifatli bo'lgan beliq miyiniki shu yalluq qaytishga unum bo'lganlikdan shu yalluq sababli bo'lgan og'riqlar bo'lsa, shuni qo'yib beradi. Bundan boshqa yana bir rol bo'lsa tarkib DHA. Shu miyani quvvatlash. Yaşananlardaki divanlik, miyani saktisini yeni egilashning oldini olishdan birga ko'zni ro'shanlashtirishga foydasi. Ammo bizniki laboratoriyadagi beliq miyini ishgandan keyin bu haqiqiy sog'lomlik masalasi do'stlar, ya'ni ko'p qalpoq qaypog'ini aniq qilib yig'ilib, qanday mayni tushirish yo'li bor deb shuni tashviq qila olamiz. Chunki bu mushni biz ko'p qalpoq ilishdan burun davlatning aloqador organlarga, ya'ni Yo'janju tarafga iltimos sunib, shu Norvegiyaning Ipex degan shirkatniki beliq miyini ishlatib turib yasaymiz, mushtaq yo'li bor deb iltimos qilsak, shu iltimosni sunib qabul qilgandan keyin klinikalik tajribalarda o'tkazdi. Shu tajribadan haqiqiy qondagi mayni tushiradigan bo'lsa, mushni ishlatish orqali mush materialni mushtaq unum bakin deb berdi shu tasdiqni. Shu tasdiq bergan unumni mahsulotimizning ustiga yozib turib, sog'lomlik maslahat qilib ishlab chiqara olamiz. Haqiqatan işte unum bor. Ikki oylam ish vaqtini o'zingiz his qilasiz. Bular alaylik bo'lsa do'stlar, bayat men deb aytgandek, materiali %100% holatda Norvegiyadan keldi. Ipex degan shirkatniki. Bu davlatga engaldiriq. Biz xohlagancha devoldan gapaman. Buning mas'uliyati bor ish. Mush gapni degan kimimiz egon bo'lsa